kichkina o'g'lim yaqinda shunaqa savol berib meni yomon qildi Abduvos. Umuman kattalarga ibrat bo'ladigan savol bo'ldi-da. Sizni umringiz uzoq bo'lishini Xudodan so'rayman. Rahmat bo'ladi. Umringiz uzoq bo'ladi, dedi. Xudo xolasa bo'ladi, dedi. 130 ga kirasiz, dedi. Xudo xolasa kiraman, dedi. Ha, men nima qilishim kerak, dedi bola. Sizni yoshingiz ulug' bo'lishi uchun men nima qilishim kerak, dedi. Endi dedim, sen aqlli bo'lishing kerak. Sen ilmli bo'lishing kerak. Bitta sohani zo'r bilishing kerak. Odamlardan rahmat olib kelishing kerak bizga. Umuman zo'r bo'lishing kerak. Desam, bolam nimaga unda bobom 80 da o'tdilar dedi. Nima deb javob berasiz? Nimaga endi bobom yosh o'tdilar deyapti-da. U narsani o'ylagani yo'q. Siz shunaqamisiz degani yo'q. Lekin o'ylantiradigan savol bo'ldi.